Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tkazayapsizlarmi? Kirib kelgan bayramlar hammalaringni tabriklayman. Ko'ryapsizlar, 8-martda hamma qizlarning storiyasi bir xil. Hamma podarkalarni qo'yadi. Bu maqtanishdan emas, xursandchilikdan. Menga kelgan bitta shunaqa shirin podarkam bor. Shuni sizlarga maqtamoqchiman. Tadam! Buni shirinligini qaranglar. Shunga ham shirin bo'lasizmi? Короче, buni menga shunaqa bitta shirin, kichkinagina jajjigina bitta muxlisim yuboribdi. Shunaqa xursand bo'ldim. Ana aytishadi-ku, sovg'ani anaqa moddiy emas, ma'naviy qadri baland bo'lish kerak deb. Shunaqa xursand bo'ldim, ishoninglar. Men bu gulni qaranglar, shirinligini, shunaqa ham chiroyli bo'ladi. Ushkum. Короче, sizlarga bitta fakt. Men hech qaysi gulni Lolani yaxshi ko'rganimcha yaxshi ko'raman. Shunaqa sevaman Lolani. Xullas, boshqa podarkalarim bor. Menga kurtka yuborishgan. Mototsikl haydaganim uchun bu kurtkalar obzorini qo'yib beraman sizlarga. Uxodiy kosmetikalar, soatlar, atirlar, joynamozlar. Ko'p narsalar kelgan, qo'ymayotganim. Men bitta o'zim uchun olgan tillalarim endi buni qo'yishim shart emas. Bugun Lolani yaxshi ko'raman deb istoriya qo'ysam, muboraking menga surpriz qildi. Rahmat, kutmagandim. Yaxshi kunlaringga. Shunaqa ta'sirlanyapman, shunaqa yig'layapman. O'rtog'ing bo'lsa shunaqa o'rtoq bo'lsin. Lolalar bilan kechki ovqatga chaqiradi. Nima berasiz? Xohlagan tanlab. Nargisda o'tiribsan, Kairo. Shunday. Siz shotingizga yozdirib yurman, nima yesaman. Muborak Abdullayeva bilan keldim-da. Yo'q, men o'rtoq bo'lamaydi. Mayli. Rahmat. Musafa, tabriklayman. Elias. Siz menga nima berasiz 8-martga? Bu klamchini Yo, men buni beraman. Lola, oqlalar, shunaqa yarashibdi. bera olmayman. Egasini ol.